alaykum, Chorvachi akaning ashaddiy muxlislari. Mana Eston Severimizdan yana bitta keldi. Nasib etsa 3-chi bo'lasi mol eti badalari joyiga qip-qizil. O'sha sizlar so'ragan xilda mollar taglariga e'tibor qilasizlar. Mollar bochkalari juda zo'r. Sutni beradigan xillarda nasib etsa tepishga injiqliklari yo'q, sog'ib ham ko'rsatamiz. 3-chi bo'lasi g'unojin bo'ladi. Molimiz mana toza tug'gan sigir. Mollar taglariga e'tibor qiling, alohida tema. Bu bir mahallik suti qamalmagan narsa qilinmagan. Hozir sog'lishlar bilan bitta ko'rsatib beramiz sizga. Molimizni eti badani joyiga. Molimiz uynab turadi. Mana yeb ichlari sog'liklari juda ham zo'r, eti badani zakonni. Mana mol orqalaridan ko'rinishlari chorpalasigacha o'sib qo'yilishning sababi reklamaga chiroyli chiqishi uchun. Molimiz xuddi o'ziga o'xshagan chisti Eston g'unojincha toza tug'gan, kecha ertalab tug'gan. Bugun nasib etsa 2-chi kun. Molning eti badallari juda zo'r, yeb ichlardan, sog'liklaridan kamchiligi yo'q. Manzil Buxoro Shofirkon sentriga. Narxi skidka narxda 23.500.000 so'm. Mol sog'liklariga e'tibor qilinglar, mol sog'liklariga. To'rttala yildan ham keladi. To'rttala yildan shunaqa sigir kimga kerak? Sog'ligiga qaranglar.